هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aziz muhtaram qarindoshlarimiz, bugun har bir qaysimizlarga taqdim qilmoqchi bo'lgan darsimiz ilm to'g'risida bo'ladi. Endi bugungi davrining o'zida mushu ilm masalasiga aloqador bo'lgan har xil savollar yoki har xil tonish tushunchalar ham o'tirg'i chiqyotdi. İnşallah biz qurbimiz yetken miqdorida mush ilmga aloqador, ilmning fazilatiga aloqador, ilm ahli va ilm ahlining majburiyat, mas'uliyatlariga aloqador bo'lgan nuqtalar ustida qisqacha tunishtirish va tushunchalarni birib o'tishga qurbimiz yetgan miqdorida tirishimiz. Alloh subhanahu va taolo bizni bu maqsadimizga yetkili nasib qilsin. Aziz birodarlarimiz, endi bu ilm masalasiga kirishadigan bo'lsak, bu ilm masalasi bugungi davrining jiddiy ehtiyoji. Nimishqa degan vaqtida biz har qanday bir ishni qilmayli, har qanday bir yo'lda mangmayli, biz cho'qim shu ishning mohiyatini bilishimiz va mangmoqchi bo'lgan yo'lning shariatdagi o'rnini ham bilishimiz. Biz çokum qilmoqchi bo'lgan ishlarimizning vacib, sünnet, mustahab, mubah, qilchilik taraflarini atrofli konkret bilishimiz bizga nisbatan jiddiy muhim bo'lgan bir masala. Shuning uchun izzatlik, hurmatlik birodarlarimiz, bu ilm masalasi sal qarg'ili bo'lmaydigan va ahamiyatsiz masala deb tashlab qo'yishga bo'lmaydigan, itibarsiz qarashga asla bo'lmaydigan ciddi bir mesele. Nimishqa? Çünkü İslam ümmetinin, yer şaridagi insoniyatning baloyi ofati ikki narsa bilan kelgan. Birisi jahillik, ikkinchi birisi zolim zo'ravonlik. İnsanlar jahilligi tufayli qarindoshga, do'stga, musulmonga nisbatan dushmanlik nashtini sanjiydigan yoki bo'lmasa mana shu jahilligi tufayli nurg'unlagan ishini to'g'ri qilsam bo'ladi desimi, ammo xato qilib qo'yib buzib qo'yadigan mana bu ahvolotlar albatta yuz beryotadi. Ikkinchi birisi bo'lsa, insonlarning manfaatparast,ligi, insonlarning huquqparast,ligi, insonlarning cho'nglikqa, shon-sharafga intilish tuyg'ularining kuchli bo'lishi natijasida mana bu insonlarning o'zida insonlarga zulm qiladigan, zo'ravonlik qiladigan, insonlarning haq huquqiga, ar-nomusiga tajovuz qiladigan mana bu ahvolotlar ham yuz beryotadi. Shuning uchun mana bu ilm masalasi islom dinida qanchalik ahamiyatga ega, islom dini ilmga nisbatan qanday e'tiborlanib bergan va payg'ambarimiz Muhammad Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu ilmga qarta qanday e'tiborlanib, qanday ahamiyatini ham berdi. Biz bu to'g'rida keng o'qirmanlarimiz bilan o'rtoqlashamiz. Aziz birodarlarimiz, payg'ambarimiz Muhammad Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning Abdullah ibn Mas'uddan rivoyat qilingan bir muborak hadisida shunday bir haqiqat o'tirib qo'yilganki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam talabul ilm farizatun ala kulli muslim. Ilm talab qilish butun musulmonlarning ustiga bu farzdir degan. Endi bu ilm talab qilishning barcha musulmonlarga, butun kishilarga bu farz ekanligidan iborat, vojib ekanligidan iborat mana bu haqiqatning o'zini payg'ambarimiz Muhammad Rasululloh sallallohu alayhi vasallam 1100 yil burun jakaladi. Payg'ambar alayhissalatu vasallamning tunji qatimliq nabuvuti, payg'ambarligi ham Haq tabarak va taala tarafidan Iqra bismi robbikallazî xalaq
halaqal insana min alaq. İqra ve rabbukel ekram allazî allama bil qalam. Allamel insana ma lam ya'lam. Mana bu 5 oyatning tunji qatim Muhammadur Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga tushirilishi natijasida mana bu o'qishning, ilm elishning naqadar muhimligi ham ta'kidlandi. Alloh taolo mana bu oyatda Muhammad alayhissalatu vasallamning o'ziga yaratgan Rabbimizning nomi bilan o'qing degan buyruqni berdi. Chunki o'qish bilan ilm bo'lgandala masalalarga nisbatan to'g'ri yakunlash, to'g'ri hukm, to'g'ri qaror, to'g'ri bo'lgan bir maydonning shakllanayotganligi va shu masalalarni Allohning irodasiga uyg'un va muvofiq shaklda o'rindig'ili va ijro qilg'ili bo'lganligi mana bu intayin aydın bo'lganligi uchun Alloh subhanahu va taolo mana tunji qatim Muhammad alayhisalomga o'qish buyrug'ini bergan bo'ldi. Ama biz mush oyat o'tirib qo'yilayotgan Iqra bismi robbikallazî xalaq iborasini o'ziga qaraydigan bo'lsak, Alloh taolo Muhammad alayhisalomni yaratgan Rabbimizning nomi bilan o'qing degan mana bu xitobni bergan bo'ldi. Ana mufassirlar cho'qim bu yerdagi o'qish masalasi va bu yerdagi o'qishga berilgan buyruq masalasi faqat tavhid aqida ilmidan burun dunyoni gullantirish, insoniyatni gullantirish va buningga aloqador bo'lgan ilmni egallash deganlik emas. Bu yerdagi Alloh subhanahu va taolo Hazrati Muhammad alayhisalomga o'qishga berilgan bu buyruq cho'qim diniy o'qish, shar'iy o'qish, Allah ve Allah'ın dinini bilishga aloqador bo'lgan o'qish. Bir musulmon eng avval o'zining Rabbini tunigan vaqtida, o'zining Rabbining payg'ambarini tunigan vaqtida, o'zining Rabbining dinini tunigan vaqtida, undan keyin shu musulmonda Rabbi uchun yashaydigan, Rabbi uchun qurbon beradigan, Rabbining amr farmonini, yo'l yo'riq prinsiplarini mukammal ijro qilish tarafdori bo'ladigan bir maydon shakllanadi. Bir g'oya hosil bo'ladi. Andan keyin shu maydon, shu g'oyaning to'rtkisida u mana shu insoniyat dunyosi, ummat, islom ummatiga foydali, musulmon qarindoshlariga foydali, o'zining millatiga foydali, islomiy bo'lgan jamiyatga foydali bo'lgan ilmlarni egallash mana shu g'oya ostida ilm berilgandan keyin mana bu ilmlarga ham, bu ilmlarni o'rganguchiga ham Alloh subhanahu va taolo tarafidan ajr beriladigan, savob beriladigan mana shunday amal bo'ladi deb qaragan. Shuning uchun mana bu yerdagi Iqro bismi robbikallazî xalaq, xalaqal insana min alaq. Alloh taolo Muhammad alayhisalomga yaratgan Rabbimizning nomi bilan o'qing. O Rabbimiz insonni qo'yib qondan yaratdi. Alaqdan yaratdi. O Rabbimiz insonga qalam bilan xat yozishni o'rgatdi. İnson bilmagan narsalarni shu insonga o'rgatdi degan mana bu buyruqning o'zini berdi. Mana bu oyatning mazmuniga qaraydigan bo'lsak, oyatning mazmuni ajoyib cho'nqur bir haqiqatga sizlar bizni so'rab beryapti. Ya'ni inson va insonning o'zining turalmishi ustida, o'zining yaratilishi ustida, o'zining ijod qilinishi ustida tafakkur qilishga, izlanishga va o'zining yaratilish ustida tadqiqot va tafakkur qilish orqali Allah subhanahu va taologa haqiqatan mukammal qul bo'ladigan bir amaliyotchanlikni maydonga chiqarish va maydonga chiqaradigan bir holatni barpo qilishga naqadar ta'kidlanayotganligi sizlar bizga ko'rinib turadi. Shuning uchun mana payg'ambar alayhisalomning oldingi biz o'qigan hadisda butun islom ummatiga, barcha musulmonga ilm talab qilishning vojib ekanligini payg'ambar alayhisolatu vasallam o'tirib qo'ygan bo'lsa, Allah subhanahu va taolo payg'ambar alayhisalomning tunji qatimliq vahiyisini o'qing degan buyruq bilan bergan bo'lsa, anda o vaqtida bir musulmonga tunji zodi o'qimasi bo'lmaydigan, o'rganmasi bo'lmaydigan, bilmasi bo'lmaydigan ilm, vojib farz ayn bo'lgan ilm zodi nima? Tunji farz ayn bo'lgan ilm har bir musulmonning o'ziga tavhidiy ilm. Yani şu musulmonning cho'qim Rabbini bilishga, Rabbining payg'ambarini bilishga, Rabbining dinini bilishga aloqador munosabatlik bo'lgan ilm. Shuning uchun ma'rifatulloh va ma'rifatun nabiyyi va ma'rifatu dinil islom bil adilla. Mana buni bilish tunji qarada, tunji navbatda har bir o'zini musulmon sanaydigan,
her bir insaniyet, 2 putluq yaşagan her bir insanın o'ziga tunji o'rganmasi bo'lmaydigan vacip ilim. Anda olgan vaqtida biz zodi mana bu bilishda bir inson o'zining Rabbini qanday biladi? Qanday biladi? Cho'qim aqli va naqli dalil isbot faktlar orqali bilishimiz kerak. Keng bepoyon koinot dunyosi va bu koinot dunyosining yaratilishi ustida va o'zimizning yaratilishi ustida favqulodda tafakkur qilishga, izlanishga, aql yurgizishga Alloh subhanahu va taolo sizlarni chaqiriq qildi. Alloh taolo Qur'oni Karim orqali 1400 yil burun "Falyanzuril inson mimma xuliq" inson o'zining nimadan yaratilganligini qarasin degan kitobnomani berish orqali mana bu insonning o'zining yaralmish ustida tafakkur qilishga, o'zining yaratilgan abi meni ustida tafakkur qilib izlanishga va tadqiqot olib berishga ve o'zining jismlar ustida tadqiqot olib berish orqali mana bu jismning o'zini kim tarafidan mana bu hosil qilinganligidan iborat bu haqiqat ustida cho'qim bir ilmiy tunish hosil qilishga Alloh subhanahu va taolo mana bu oyatning o'zida alohida buyruq qo'ygan bo'ldi. Ana biz qaraydigan bo'lsak, Alloh subhanahu va taolo bizni ham so'zlaydigan, ham tinalaydigan, ham ko'ralaydigan, ham mang'alaydigan, ham tutalaydigan, har qanday ish qilsak, uni qulaylik holat qila oladigan, har qanday bir ishga nisbatan ana shunday uni ijro qilish ilmiy iqtidorga ega bo'lgan mana shunday bir qobiliyatni Alloh subhanahu va taolo bizga berib, shuncha bilan iqtidorni bizga berib, Alloh taolo bizdan nima talab qilganligini ham bilishimiz kerak. Shuning uchun bu yerda her bir Müslümanın o'zi tunji qatim mana bu insonga bu hayotlikni bergan ve bu hayotlikda to'g'ri yo'lni ko'rsatayotgan, dunyo va oxiratning maqsadini yetaklayotgan ve bu qudratli Rabbini egisini tunish mana bu tunji qatim farz bo'lgan ilm. Çünkü egisini tanımagan insanın qo'lidan her balo keladi. Egisini tanımagan inson osmonda uchib ketgan taqdirda, shuncha olam shumul katta dunyolik natijalarni qo'lga keltirgan taqdirda o herkesin aqlli hisoblanmaydi. Çünkü egisini tanımadi o. Çoqum bu yerdagi halqalıq bo'lgan masala her bir insonning, her bir musulmonning oldingi sharti, izzatli bo'lishning sharti ve şu insonning aqlli bir inson bo'lishining sharti çoqum bu inson o'zining egisini tanish kerak. Shuning uchun bu yerdagi ilm masalasi kelgan vaqtimizda biz birinchi shu Rabbimizni bilishimiz, Rabbimizga alaqadar yana ilmiy tushunch, ilmiy tunishni hosil qilishimiz kerak. Rububiyatida, Rabligida, Rabbimizning ism sifatlarida, Rabbimizning ilohligida, uluhiyatida biz o'zimizning ilmiy tunishini, ilmiy tushunchalarini hosil qilishimiz kerak. Shu chaqning o'zida andin biz islom hukmi bilan tunishgan bo'lamiz. Masalan, islom degan so'zni olimlar sharhlagan vaqtida islom degan nima? Al-islom istislamu lillahi bit-tauhid والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله والخلوص من الكفر وأهله bu ibare olan şerhedilir. Demek Allah'ını tanıyan insanda Allah'ın zatında ve sıfatında, rububiyetinde ve uluhiyetinde Allah'ını igan edip, tanıydıgan, igan edip, boysunduğan, igan edip, itaat kılıp, Allah'ın emir fermanını mükemmel revişte icra kılıp orundaydıgan mana bu halet onun da berpa oldu. Onun da şu nesi meydana çıkıdı. Ve Allah'ın gayrideki çoğunalıvatkan tamamı batıl ilahlıdın, adacıda oluduğun, onundan çekçigirden acırtıdığın ve onu red kılıdığın mana bu halet meydana çıkıdı. Çünkü la ilahe illallah bu nefi ispattın terkip tapman kelime. La ilah bolsa mana bu yerde yok. İllallah bolsa onun ispatı. La ilah nefi, illallah ispatı. Bu la ilahe illallah'taki ibarelerge çoğunkurlak nazar salıdığın bolsa andadır la ilah ne nefi kılıdı? Birinci yeryüzüde ilahlık davası kılavatkan tağutlığını, yeryüzüdeki ilahlığını, yeryüzüdeki şirikliğini, yeryüzüdeki bütün çoğunulavatkan batıl ilahlığının hemsini red kılıp فَمَنْ يَكْفُرُ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللّٰهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى mana bu ayet, mana bu kelime öyle münasebetlik. Şu sebepten Peygamber aleyhissalatü vesselam devrelerinde la ilahe illallah kelimesi egziden çıkan insanlar şu günden itibaren Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın emir ferman, yol yürük prensipleri aslında yaşaydığın imkaniyeti olan. Allah subhanahu ve teala'ya boysunup Allah'ın körsetmeleri boyunca hayatını kalıplaştırdığın halet uladı berpa olan. Allah'ın gayreti çoğunu veriydiğin şey olmagan. Bu yerdeki halkılık boğan mesele mana bu. Şunun için Allah'ını biliş, Allah'ını tunuş,
mana bu la ilahe illallah kelimesini tunuş bilan münasebetlik. La ilahe illallah kelimesini tushunish bilan münasebetlik. İnşallah biz bu to'g'rida konkret ayrim darslerimizde tushuncha berishimiz mumkin. İkinciden Allah'ın peygamberini tunuş. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ның mana shu insonlar ichidan payg'ambar qilib tanlanganligi ve Peygamber aleyhissalatu vesselam Allah'ın huzuridan olib kelgan tamomi emir farmon yo'l yo'riq prinsiplarini ijro qilish, o'rindash, Peygamber aleyhissalatu vesselam'ның Allah'ın huzuridan olib kelgan xabarlarini tasdiqlash ve Peygamber aleyhissalatu vesselam'ga cho'qim itoat qilib minish mana bu peygamberini tunuganlıkның ifadesi. Biz Peygamber aleyhissalam'ni tunuganligimizni, Peygamber aleyhissalatu vesselam'ni peygamber deb e'tiqod qilib ishonganligimizni qanchalik da'vo qilib shuar qilayli, ammo Peygamber aleyhissalatu vesselam Allah'ın huzuridan olib kelgan tamomi ta'limotni qabul qilmasak, Peygamber aleyhissalatu vesselam chekilgan yo'ldan keskin qo'l uzib, iningdan yiroq turmasak, biz Peygamber aleyhissalatu vesselam'ni ve Peygamber aleyhissalatu vesselam'ның Allah'ın haqiqiy peygamber ekanligini biz tunamagan bo'lib qolamiz. Shuning uchun Allah subhanahu va taala Qur'oni Karimda "Va ma kana li mu'minin va la mu'minatin iza qazallahu va rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Allah'ın Resulü ma haq ma batıl da hüküm çıkargan vaqtida her qandaq bir mümin, her mümin ayolning xususiy ishida asla ixtiyorlik olmaydi. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ni peygamber deb tunugan her bir insonda çoxum Peygamber aleyhissalatu vesselam'ni o'zining hayotini o'lga qilish kerak, namuna qilish kerak ve Peygamber aleyhissalatu vesselam'ning Allah'ın huzuridan olib kelgan haq ta'limotlarni qabul qilish kerak. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ga moddiy ve ma'naviy nuqtalardan to'liq mukammal itoat qilish kerak. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ning sunnatini ijro qilish kerak. Shuning uchun Allah subhanahu va taala va taqaddas "Qul in kuntum tuhibbunalloha fattabi'uni yuhibbukumulloh yaghfir lakum zunubakum vallohu g'afurur rahim." Ayting ey Muhammadur Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, agar sizlar Allohni yaxshi ko'radigan bo'lsanglar, fattabi'uni yuhibbukumulloh, menga ergashinglar, Alloh sizlarni yaxshi ko'radi dedi. Mana bu Peygamber aleyhissalatu vesselam'ga ergashganlik Allah'ın yaxshi ko'rganlikning ifodasi ve Allah'ın yaxshi ko'rishiga musharraf bo'lishning ham ifodasi. Shuning uchun biz Peygamber aleyhissalatu vesselam'ni tunugan kimmiz? Çoxum Peygamber aleyhissalatu vesselam'ның sünnetini tanışımız gerek. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ның ta'limotini ham tanışımız gerek. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ның tarihi iş izlerini ham tanışımız gerek. Hem tunugandan keyin şu Peygamber aleyhissalatu vesselam'ның yo'lida ham minishimiz gerek. Mana bu peygamberning har bir ko'rsatmalarini ijro qiladigan holat bizni barpo bo'lish kerak. Shuning uchun Alloh taolo "Fala va rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara baynahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qazayta va yusallimu taslima." Sizning karamlik Rabbingiz bilan qasam ki Muhammed aleyhissalam. Olar özünün arasında ixtiloflashgan, da'talashgan mana bu meselelerde sizni hukmron qilmoqchilik ve siz hüküm çıkargan meselede mana bununla amenna sallamna deb mutlak boysunup itaat qilmoqchilik mana bu kishilar kamil mu'min bo'lamaydi dedi. Bu ayet birinci Peygamber aleyhissalatu vesselam hüküm talep qilish, ikkinchi Peygamber aleyhissalatu vesselam'ның çıkargan hükümüge boysunish, üçüncü mana bu Peygamber aleyhissalatu vesselam'ның çıkargan hükümüde kalbide zararchilik siqilish. Rasululloh munda debdikan, Peygamber aleyhissalatu vesselam'ның sünneti munda qo'labdikan, Peygamber aleyhissalatu vesselam munda ta'limotni o'tirib qo'yapdikan desa, bugungi davr uni ko'tarolmaydi. Bugun uni ijro qilsak munda bo'ladi. Peygamber aleyhissalam mundaq degan bilan mening ko'nglim mundaqda, mening ko'z qarashim mundaqda deganga o'xshagan Peygamber aleyhissalam'ның degan so'ziga, Peygamber aleyhissalam'ның sunnatiga o'zining ko'z qarashini, o'zining ta'tir tushunchalarini tanish bu payg'ambarni Allah'ın haqiqiy peygamberi deb e'tiqod qilgan kishiga yot bo'lgan bir harakat bu. Shuning uchun bu yerdagi hal qilib bo'lgan masala payg'ambarni tunish, shu payg'ambarga itoat qilish bilan, payg'ambarni haqiqiy ravishda yaxshi ko'rish bilan, payg'ambarning ta'limotini, siratini, payg'ambar o'tirib qo'ygan haq iboralarini qabul qilish bilan, payg'ambar alayhissalatu vasallamning o'zining hayotida mukammal ulgu va namuna qilib tiklash bilan maydonga keladi. Anından keyin mana bu insonlarga tunji bilish vojib bo'lgan masala din, islom dini. Anda islom dini qandaq din? Allah Teala "Innad dina indallahil islam ve men yabtaghi g'ayral islam dinan fala yuqbala minhu." Allah'ın huzurunu makbul bo'lgan, Allah onu qabul ko'rgan, Allah u orqali dunyo insoniyatini, dunyo va oxiratning baxt saodatiga yetaklashni maqsad qilib, Hazrati Muhammadur Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning tili orqali dunyoga jakalagan
mana bu din islom dinidir. Allah qabul ko'rgan din islom dinidir. Bütün dinlarning axiri, bütün dinlarning xulosasi bo'lgan islom dini dünya insoniyatining birdan-bir chiqish yo'lidir. Alloh taolo bu yerda inna dina indallahil islam, Allah'ın huzurida maqbul bo'lgan dinning islom dini ekanligini, bu dinning cho'qim bu e'tiqod, bu musulmonlarning e'tiqodiy manbasi bo'lishga tegishlik, dunyo va oxiratlik baxt saodatlik manbasi bo'lishga tegishlik din ekanligini Alloh taolo mana bu oyat o'tirib qo'yib bo'lib, yana bir oyatda va may yabtaghi g'ayral islam dinan fala yuqbala minhu. Kimdir kim islom dinining g'ayrini din deb talab qilsa, mana buningdan qabul qilinmaydi. Bu mangu ziyon tortganlarning qatoridan bo'ladi dedi. Mana biz cho'qim tunji bizga bilish vojib bo'lgan, tunji biz bilmasak bo'lmaydigan nima bilan islom diniga kiramiz, nima bilan islom dinidan chiqamiz. Nima islom diniga yot, nima islom dinining ichidagi masala. Nima islom dinining maqsadi, shariatning maqsadi nima? Biz qanday qilgan vaqtimizda mukammal musulmon bo'lamiz? Qanday qilgan vaqtimizda musulmonga loyiq bo'lgan bir hayotni qo'lga keltiramiz? Qanday qilgan vaqtimizda Rabbimizni rozi qildigan hayot yo'lini bosgan bo'lamiz? Mana bu nuqtalarni tunji qarada har bir musulmonning berishi tunji farz va farzayn bo'lgan amaldir. Mana tunji Qur'oni Karimdagi Allah subhanahu va taolaning Hazrat Muhammad Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga Iqra bismi robbikallazi xalaq degan bu surada mana o'qishga buyruq qilgan tunji ilm vallohu alam mana bu bo'lsa kerak. Demak, endi biz mana mushundoq ilmiy haqiqatni bilib bo'lgan vaqtimizda, haqiqiy musulmon bo'lish holatini ro'yobga chiqargan vaqtimizda, aningdan keyin biz islom ummatini va musulmonlarni güllendirish uchun, islom ummatiga tegishli tahfalarimizni qo'shish uchun uningdan boshqa ilmlarni, fan texnik ilimlerini, injenerlik alakadar, kompüter, medisina ve onundan başka ilimlerini fakat gayemiz, nişanımız dinge hizmet kılış, ümmeti hizmet kılış, yer şanını ilahi kanuniyet asasında avatlaştırış. Mana bu maksat olan geldiği vaktimizde anın deyken bizge ecir birlidigan, savab birlidigan, mana muşundak bir ilim bulutkallıkı inik. Aziz birodarlarimiz, bizning bu ilm to'g'risida so'zlaydigan darsimizning birinchi darsimiz mana bu yerda tamam. Allah subhanahu va taolo har bir musulmonni cho'qim islom dinini to'g'ri tushungan, payg'ambar alayhissalatu vassallamni tunigan va islom dinining haqiqatlarini tunish va tushunish asosida o'zining hayotini qiliblashtirib minishga muvaffaq bo'lgan kamil mu'min musulmonlardan bo'lg'ini nasib qilsin. Va axiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin.